Bugun sizlarga bir narsani aytmasam bo'lmaydi. Yormazor go'sht markazida bir donagina ayol xodimamiz bor. Shu insondan Alloh rozi bo'lsin. Qurilishlarimiz shu darajaga kelish uchun sa'y-harakatlar qildilar. Ya'ni 70% obedlarni, taomlarni shu opamiz tayyorladilar. Opamiz haqqiga duo qilib qo'yasizlar hamda videoga bitta like bosib qo'yasizlar. 35 kishi 40 kishilab obed qildilar. Ishchilarimiz soni biriga bir qo'shilib ketdi va oyligingizga 2-3 million oylik qo'shib berilsa menga pul kerak emas. Duo qildirib qo'ying ota-onam haqqiga, duo qilsin. Shu joyga ozgina bo'lsa hissamiz qo'shilib qolganini xursandman dedilar. Dahshat. Ko'zimga yosh keldi. Shunaqa insonlar ko'p bo'lsa, hammamizni, sizu bizni va farzandlarimiz shunaqangi ehson qiluvchilar qatorida qilsin. Opamiz haqqiga duo qilib, videoga bitta like bosib qo'yasizlar. Tez kunlarda bu joyimiz juda ham chiroyli ko'rinishga kelib, xalqimiz xizmatiga topshiriladi. Ko'ringlar. Juda ham chiroyli. Dahshat. Ehson qilish uchun katta pullar yoki nimalardir kerak emas. Mehnat bilan ham ehson qilish mumkin. Shu joyga hissalarni qo'shib kelayotgan moliyaviy tomonidan hamda kuch tomonidan, aqli tomonidan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. 7 avlodiga bu joyda qilingan savoblar, bu joyda qilingan duolar hammasi ijobat bo'lsin, yetib borsin. Oilalarda Xudoyim tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Hammalaringga rahmat, sog' bo'ling.